Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi sizlar bilan uchrashuvimga menga o'xshab juda ham katta mutaxassis, o'z ishining ustasi, salomatlik bo'yicha 20 yildan beri mana shu sohada ishlaydigan meni partnyorim, birga ishlaymiz. Linara Bazabekovani taklif qilganman. Ular bilan muloqot qilib, ba'zi narsalarni sizlarga yetkazmoqchimiz. Assalomu alaykum. Linara Bazarbekova, Toshkent shahridaman. 20 yildan beri ushbu yo'nalishda faoliyat ko'rsatmoqdaman. Linara juda ham ko'p men reyslarimda, prямой efirlarimda hammasida kompleks yondashuv degan so'zni ishlataman. Shu metodika bo'yicha gapiraman. Siz ham shu to'g'risida ozgina fikringizni, bu nima o'zi, qanaqa qilib bu kompleks yondashuv bo'yicha salomatlikni tiklash mumkin, shular to'g'risida qisqagina ma'lumot bersangiz. Katta rahmat. Faktически hozirgi kunda judayam avjiga chiqibdi. Mana qadimga qaytish degan narsa. 1000 yildan oshdiki Ibn Sinoni tip qonunlari chiqqaniga. Albatta, tip qonunlarida hech har bitta tana a'zosi alohida ko'rilmagan. Kompleksda, chunki mana aytaman Gulbahor opa, mana jigarimiz alohida yonimizda banchkada yurmaydi, ichimizda joylashgan. Har bitta bo'g'inimiz, har bitta a'zoyimiz mana shu ichki muhitda. Tip qonunlarda ham mana shu sog'likni butun tana bilan tiklashga mana shunaqa usul tutilganda, hozir ko'p rosa o'sha tip qonunlari anaqalarga Ibn Sinoni ishlariga murojaat qilaman. O'sha yerdan ko'p narsani olaman. O'sha payti 1000 yil oldin yozilgan narsalar ayni bugun ilmiy tasdig'ini topyapti-da, yangilikdek olinyapti, anaqa ko'rilyapti-da, faktически qadimdan bor bu narsalar. Mana bitta amerikalik yosh onani nimasi chiqdi menda lentada Instagramda. Holistik doktor deydi. Eslaysizmi? Holisticheskiy podход, holistik doktorlar paydo bo'lyapti. Bu degani kompleks yondashgan nima? Chunki biz ichimizga nima kirsa o'shamiz. Mana siz ham Gulbahor opa, siz ham ancha yillik tajribaga ega, oliy ma'lumotli lavozimlarda o'tirgan deyarli Minzdravni vakilisiz. Nima uchun ayni bizaga keldingiz? Nima uchun ayni hozir biza bilan faoliyat ko'rsatyapsiz? Shu ozgina tarixingizdan именно sizga nima turtki bo'lgan bu yoqqa kelishingizga. Men o'zi yoshligimdan ota-onamni постоянно kasal bo'lganiga har doim hayron qolardim. Nimaga? Har doim odam yilda 2-3 martalab bansiga yotardilar. Mana shu narsa meni qiynardi. Sababini bilaman degan maqsadda men 6 yil institutda o'qidim. Lekin o'qidim, ishladim, lekin mana bu ichimdagi qiziqish bo'lgan savolga men javob topaman. Bolalarimda muammo boshlandi, o'zimda muammo boshlandi. To'g'ri, 2007-yilda men уже tabiiy o'shanda ko'zim sal moshga ochilgandek bo'ldi. Aptekaning dorilari umuman bizga yordam bermasligini, faqatgina og'riq qoldiruvchi, davleniya tushiruvchi, simptomlarini tushiradigan dorilar ekanligiga 2007-yilda ahamiyat berdim-da. O'zim bizga institutda faqatgina aptekaning dorilari bilan, farmakologiya bilan salomatlikka boradi degan fikr bizda paydo bo'lganda o'qib yurgan paytimizda. O'shandan keyin men aytdimki, yo'q. Оказывается, bu yo'ldan men qidirgan nima yo'ldan savolga javob topa boshladim o'sha paytdan. Lekin oxirigacha qanaqadir nimadir yetmayapti-da, men yana qidira boshladim. Bilasizlarmi? Men birinchi marta kelganimda mana shu yo'nalishga 2020-yil kelganimda qadam mana shu qanaqa qilib salomatlik tiklash mumkin ekanligini o'sha yerda tushundim. Mayli, hech bo'lmasa zarar qilmaydi degan fikr bilan o'sha tozalanish programmasini taklif qilishdi. Juda ham katta sog'lig'imda muammo bor o'sha paytda. Buyragim yiringlab yotdi, ikkalasi ham. Уже qon bosimim ko'tarila boshladi. Varikozimni вообще 25 yoshimdan qiynardi. Yiringlarda boshqa qilardi, tromb bo'lardi, varikozlarning ikkala oyog'imda вообще qiynardi. Jigarim уже 35 yoshimda уже jigarim yog'lanib ketdi. O'tfagimda даже tosh yig'ilgan ekan, uni ham ekstrani 16 ga borgan. 1 litr go'doy bilan 1 litr yiring kachat qilishgan menda. Xullas kalam sog'lig'im juda ham og'ir bo'lgani uchun qani ko'ringchi nima qanaqa rezultat olaman, qanaqa natija olaman. Qani o'zim uchun ishonch hosil qilish uchun mana shu mahsulotlarni icha boshladim. Mana shu tozalash programmasi 2 oy ichdim. Lekin ikkinchi oyga o'rtalarga kelganda umuman
peshobda anaqa qolmadi. Chunki men o'zim juda yaxshi his qilgan paytim edi. Keyin uzichilarga oldiga borib, mana jigarimni ham ko'rib qo'ying, bo'lmasam dedim. Jigarish top-toza dedi. Ko'rdinglarmi? Mana shu 2 oy tozalash programma o'tganimda men yuragimdagi 15 yillik 15 yiring pielnefrit bu juda narsa. Nima uchun men qo'rqaman? Mana buvim rahmatli shundan o'tganlar tanalari tosh bo'lib qolgan. Pochtaning dastasi bo'lganda, o'sha ko'zim oldiga kelib qo'rqqanimda har doim shunga yo'l qidirganman. Nima qilsam shu yuragimni to'g'rilayman. Xursand bo'lganimdan o'zimni qayerga qo'yishni bilmadim. Ayniqsa ham davleniyam chiqmadi o'sha paytdan beri, Linara. 6 oy bo'ldi, chekap qildim. Jigarim toza, buyraklarim toza, davleniyam ko'tarilmaydi. Men shunga xursandman. Va mana shu narsa menga juda ham qimmatli. Men hozirgi paytda bu narsani nima uchun yana xursand bo'laman bilganimga, meni avlodim bor, bolalarim bor, nevaralarim bor. Mana shu bolalarim oldin o'ylardimda, mana shuncha narsa fikrim bo'lgan-ku, bu meditsina qarab ketyapti, shuncha narsa, aptekalar ko'p, doktorlar ko'p, nimaga salomatlik yo'q? Yoshligimdagi savolim meni doim qiynab kelgandi. Endi Allohga million marta shukr qilaman, million martalab shukr qilaman, shu mana shu yo'nalish meni oldimdan chiqdi. Chunki menga muhim, men endi 66 ga to'laman yaqinda, endi yarim yil deb hisoblayman, yarim umrim o'tdi hisoblayman. Yana mana shu yo'nalishni mana o'sha bolalarim biladi, nevaralarim biladi. Ichishadi, ko'rishadi. Men shunga xursandman. Avlodingiz saqlanib qoladi. Da, avlodim saqlanib qoladi. Mana bu bilimlarimni ommaga, butun olamga yoygim keldi. Mana shu sog'liqqa qadri nima, qanaqa u bo'lish kerak va hokazo. Dinlar, qarang, bizga, sizga, menga juda ham ko'p insonlar mana shu yo'nalish bo'yicha savol bilan, o'zlari muammolar bilan kelishadi. Mana shu kompleks yondashuv degandagi tushuntirganimizda ular bizdan qanaqa afzallik eshitishadi, afzallik ko'rishadi, qanaqa afzalliklar bor. Tushuntirib bering. Birinchi o'rinda, misol uchun doktorga borsak, doktor, mana bitta doktorni ko'ryapmiz. Shuncha Minzdrav protokoli bilan o'zlariga qaragan savollariga hattoki javob topilmagan. Bizda, masalan, men vrach emasman. Men bank xodimiman. O'sha bolalarning sog'ligi nimasidan yaqin kelib qolganman. Bu yerdachi birinchi o'rinda biza boyagi qadamma-qadam oson birinchi sinf o'quvchisi ham uni o'zlashtira oladi. Ikkinchisi bu men mutaxassis sifatida natijagacha qadamma-qadam yonida. Любой payti suv icholmayapman, nima yesam bo'ladi, qancha yurish kerak, yonma-yon natijagacha qo'lingizdan ushlab, natijagacha olib boramiz. Mana Gulbahor opa aytgandek, o'zimizga qoladi bu bilimlar. Bu bilimlarni meros qilib, masalan, menga klient keldi, 3 oy soprovождение qildim, natijagacha olib bordim. O'sha 3 oylik tajriba o'zida bilim bo'lib qoladi. O'shani meros qilib avlodlarga o'tkazish, haqiqiy meros aslida naviki. Именно da tajriba, o'sha qanaqa qilish kerak bilasizlarmi? Biza yoshligimizda mana men buvamlar umuman ma'lumoti bo'lmagan, harflarni tanimasdilar. Lekin pashsha chaqqanda so'lakni olib surtardilar. Chunki tarkibida bilmagan, просто uyda ko'rganini qilganlar. Mani antiseptik bu. Da fermenti bor va ishqoriy muhitda tushunyapsizlarmi? So'galim bo'lardi. So'galimni anaqa qo'ydi so'yganda o't tufagidan teshib, surtib devorda kovagiga solganlarda, mana shu qursa bu ham tushib ketadi. Haqiqatan ham tushib ketganini ko'rib chovib borib kovakka borsam, u yo'q. Kaltakasi yeb qo'ygan, bilmayman. Xullas, mana shu bilmaganlar, ma'lumoti bo'lmagan, maktabda o'qimagan, lekin uyda ko'rganini qilganlar, ana shu bizning avlodimizga 3 oy mobaynida menga keladi klient, 3 oy mobaynida o'rgataman, teoretik anaqasini beraman. Naviklarni tekshiraman, suv ichishni o'rgataman, tozalanishga mahsulotlarni ko'rsataman, bo'ldi. U meditsinskiy universitetdan o'tgandek уверенный bo'ladi. Ana shu zahoti odam sog'ligiga javobgarlikni zimmasiga olgan bo'ladi. Zimmasiga olish osongina bo'ladi, chunki yo'ldan o'tdi-da o'zi. Albatta, masalan, nutritsiologga boramiz, tabibga boramiz, doktorga boramiz, ular bizani o'rgata olmaydi, chunki murakkab sistemasi. Tabib u o'tni tarkibini, o'tni anaqasini. No, это bu odamgarchilikka bog'liq, lekin men masalan o'zim
o'sha o'tlarni qayerdan yig'aman, qayerdan bilaman qachon uni yig'ishini, qanaqa uni tuyishini, qaysi birini, qaysi qismini olishini men bilmayman. O'rganishga butun umr kerak. A bu yerda tayyor tizim, anaqa kompleks yondashuv, trenerda o'sha boyagi o'rgatuvchi, coach deydimi, trener deydimi, и mahsulot. Bo'ldi, hamma narsa bor. Magazinga kelasiz. Masalan, hozir meni klientlarim o'sha 4 avlodlardan beri ichadi. Bemalol только o'sha magazin ishlayaptimi, yo'qmi, nima o'zim bunday podskaska qilib beraman, nima olishini bemalol ota-onasiga programmalar tuza oladi, chunki bizlar qizg'anmaymiz, bizga motivatsiya ham bor o'sha bilan ulanishgan odamlar bilan. Mana shunaqa afzal taraflari. Chunki doktor ham ichibsanmi, yaxshimisan demaydi, lekin biz deymiz. Ham biza mana konsultant по здоровью oilasini taniymiz, oilasini tarixini bilamiz. Bolacha tug'ilganda homiladorlikka tayyorgarlik уже bo'ldi, qarindosh bo'lib ketamiz. Albatta qarindoshga pul uchun g'irromlik qila olmaymiz. Chunki уже ich mehr qo'ygan bo'lamiz. Masalan, o'sha dugonamda nevaralari, bolalarini birga o'stirganmiz. Nevaralariga ham xuddi o'zimda nevaramga jon qo'ydirgandek anaqa переживать qilaman-da. Конечно, albatta to'g'ri pul uchun emas, imенно natija uchun maslahat beraman. Asli tarbiyamda, tabiatimda bunaqa narsa yo'q. No tем более tabiatida bor odam ham baribir mana shunaqa to'g'rilanib ketadi-da. Mana shu afzalliklari. Mana hozir mahsulotni gapirdik, Gulbahor opa. Siz aytyapsiz, boshqa proyektda mavstabiy narsadan foydalangansiz. Endi bizani hozirgi proyektimizda afzalliklarini men eslayman, siz tarixingizni gapirib berganingizda bitta narsani rosa izlaganman, student qo'shnimni ko'rib degan. Juda ham to'g'ri eslatdingiz. 4-kursli paytimda o'zi вообще bu so'z nima deydi? Tirik suv to'g'risi. Ya'ni tirik suvni hammamiz ertakda deb o'ylaganmiz, to'g'rimi? Lekin hayotda ba'zi bir insonlar tirik suv ustida ishlayotganini men 4-kursda eshitib qoldim. Men aytdimki, bilasanmi dedi, o'sha inson tirik suv yaratishga harakat qilyapmiz, bilasanmi? Agar tirik suv odamni anaqasi umrini uzaytirar ekan degan gapda men ilhomlanib ketdimda esladim. Chunki yoshligimda ham 1-2 eshitdim. Men erinmasdan u odam bilan o'sha joyga bordim. Katta sasud, katta to'rtburchak idishda, uning ichida katta kichik elektrodlar plus minus elektron qo'yilganda zaryad beryapti. Necha yil o'tdi? Bir aniqlik. 4-kursda o'qisam, hozir 43 yil institut bitirgani bo'lsam, bir 45 yil bo'ldi shu narsaga. 45 yil narsa bo'ldi shu anaqagamki, keyin u odamni yo'qotib qo'ydim. Ko'rsataman, oldin qilib olaylik deganda men o'zi ham qiziqqanman shu narsani. Lekin mana bu yerda qolishimga yana bir anaqa sabab, bu yerga mana 2020-yilda kelganimda, 2020-da birinchi eshitgan narsam tirik suv bo'ldi. Mana shu. Voy, bormi desam, tabiiy. Men unda ko'rgan elektrodlar bilan qilishgan. Keyinchalik tushundim, shu elektronli bilan qilganingiz bilan suvni boshqa xususiyatlarini qo'shib bera olmas ekanmiz. Faqatgina zaryadini o'tkazilishi mumkin. U zaryaddan ma'lum bir paytda o'zgarib ketar ekan. Uni ham eshitdim. Mana bu tabiiy bizani tanamizga kiradigan suvni haqiqiy qilib beradigan mahsulot borligini eshitganda, вообще men anaqa dedim, shok dedim, bilasizlar. Haligacha mana shu baklashkamda idishimda mana shu idishimda olib yuraman har kuni kamida 2 litr mahsulot solingan 2 litr suv ichaman. Bilasizlar, men nima uchun bunga yana bitta ixlosim tushdi? Chunki bu mahsulot mana shu tirik suv bilan men как раз 20-yillarda hamma bilamiz, mart oyida anaqa boshlandi. Covid boshlandi hammada. Covid ishlash kerak bo'ldi. Hamma nima deydi, doktorlar 15 kunda kirib chiqib ishlab yurishdi. Biz ham ishladik o'sha paytda. Uyma yurdik, boshqa qildik. Meni Coviddan saqlagan aslida mana shu bo'ldi. Ko'rilmay. Mana shu suvni mohiyati bilan men biror marta 2 yil Covid bo'lgan bo'lsa, biror marta men kasal bo'lmadim. Men bilan ishlagan odamlar, ularga tushuntirdim, quloq solishmadi-yu, foydalanishmaganlar hammasi 4 martadan 5 martadan Covidga kirib chiqishdi. 4 martadan 5 martadan hammasi kasal bo'lib chiqdi. Hozir men tanigan o'sha Covidda kirgan insonlar hozirgi paytda ko'pini bilaman, reumatoid poliartrit tengdoshlarim. O'zimning kursdoshlarim ham bor ichida. Anaqa osteoporoz, artroz, koksartroz, hamma turidan bor tanishlarim ichida. Hammasi kirib chiqqan. Lekin Allohga shukr qilaman, mana shu mahsulot meni
hozirgacha meni qutqarib keladi. Butun oilamiz bilan ichamiz shu mahsulotni. Yana bitta narsani qo'shmoqchiman, mahsulotlarimizni umumiy ta'rif bermoqchiman. Mahsulotlarimizni sifati juda ham yuqori. Yevropa standartlariga javob beradigan mahsulotlar degan fikrni agar tushunsanglar, GMP degan standart bor, ISO degan standart bor, shunga o'xshagan standartlar, Nasr degan standartlar, bular eng yuqori ishlab chiqarish standarti bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlarga faqat beriladi. Bundan tashqari mahsulotlarimizni sifati darajasi yuqori hamda mahsulotlarimiz dunyoning nufuzli davlatlarida 14 ta davlatlarda ishlab chiqariladi. Bu Amerika, Kanada, Yaponiya, Germaniya va hokazo mamlakatlar. Olimlar ishlaydi buning ustida. Bu mahsulotlar 300 yildan beri yig'ilib kelgan tajribalar asosida nufuzli olimlari bu mahsulotlar ustida ishlagan. Ba'zi katta tadbirlar bor. Ana shu tadbirlarda ular qatnashadi, ular bilan uchrashamiz, gaplashamiz. Ularni yanada yangi qilayotgan, yangi mahsulotlar ishlatgan to'g'risida ular gapirib berishadi. Biz ular bilan fikr almashamiz, so'raymiz. Xullas, ularni taniymiz. Menga juda ham ko'p insonlar bu mahsulot buncha qimmat deyishadi. Qimmat emasligini qayerdan bilamiz? Solishtirgan holda. Qimmatligi nima bilan solishtiryapmiz? Pensiyamiz bilan solishtirayotgan bo'lsak, albatta bu rosa qimmat. Aptekani dorisi bilan aptekadagi shu toifali mahsulotni oladigan bo'lsa, chunki mana mezimlar bor, da kalsiylar sotiladi, kollagenlar sotiladi magazinda. Arzon deymizda. Hozir siz o'zingiz gapirib o'tdingiz. Qanaqa sharoitda ishlab chiqariladi, qanaqa ilmiy izlanishlarni, qanaqa olimlarni ilmiy izlanish natijasi, albatta bu hammasi narxiga kiradi. Masalan, bilaman, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan gijjaga qarshi mahsulot, nomini hozir eslolmayman, aytmayman, 500 ming. Tarkibida 4 xil o't O'zbekistonda chiqarilgan bo'lsa, ana Chimkanga chiqib yoki Zominga borib yig'ib kelgan, balkim o'stirgan, balkim Xitoydan sotib olgan. Hozir shunaqa ishlab chiqarishlar ham bor, shunaqa usullari ham bor. 4 ta o'tni aralashtiradi, beradi 500 ming. Bizani bitta mahsulotimiz 12 ta o't, faqat o'tni kukuni boyagi bariga tuygani emas. Ana shu o'tlarni vitishkalari, qiyomlari 12 ta o't. Qaymog'i. Endi u Kanadada ishlab chiqarilyapti. Kanada sertifikatlanyapti, GMP, hasp, ISO halol sertifikati ham bor bizada. Keyin o'sha Kanadadan rastamoshka qilinyapti Aziyaga, Yevropaga, Aziyaga. Keyin O'zbekiston sertifikatsiyasidan o'tib bizaga kelyapti. Mana shunaqa ofisda sotilyapti. Oyliklar kiryapti. Endi men iqtisodchiman, shuning uchun batafsil. Endi oyliklar to'lanyapti, arendalar to'lanyapti. Bizaga boyagi skidkalar chiqyapti. 2 barobar. Mayli, bo'lsin 2 barobar. 2 barobar arzon, yana cashbackimiz bor. Bu qimmatmi, arzonmi? 1 millionga qanaqadir jelatinovый sotilar ekan, 1 millionga bolalarda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bolalarga o'sha gijjaga qarshi mahsulot 1 million. Lekin bizda doktorlar ham ko'pda. Bitta doktor taniysiz anaqa aytdiki, "Dinar opa, u 1 millionlik narsani bermang. Bolani pochkasini shunaqa kleylab qo'ygan jelatinda hisobiga suv ichmagan bo'lsa kerak". Qarang, kompleks yondashuv shundan iboratda. Birinchi suv ichishni o'rgatamiz. Hamma chiqish yo'llarini, sirkulyatsiyani ta'mirlab beramiz. Keyin gijjani haydaymiz. U o'sha 1 millionlik narsani, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 1 millionlik narsani bola ichyapti. Hayotidan частная klinika qutqarib qolyapti pochkasini bizani suvimiz bilan yuvib qo'yib. Tasavvur qilyapsizlarmi? Qimmatmi, arzonmi? Yoki mana bo'g'inlarda meni bitta tanishim Termizdan trener bola, o'sha Coviddan keyin, Coviddan oldin muammo bo'lgan bo'g'inda yaxshi koreyskiy protez qo'ydirgan 100 millionga. Bitta bo'g'inini 100 millionga. Mayli 30 millionga 10 ta biuron bo'ladimi? 3 million deb hisoblasangda suvlari bilan. 10 oy biuronimizni ichasiz suvi bilan 10 oy ichganingizda 260 ta bo'g'in tiklanadi. Nastroyeniya yaxshi bo'ladi, og'riq bo'lmaydi. U bola 100 millionga, 30 milliondan 3 barobar arzon bo'lyapti. Lekin natija u 100 millionga natija yo'q, invalid bo'lib 4 ta bolasini invalidность bo'yicha pensiya, u 90 nechinchi yil bolasi. Qimmatmi? Pensiyaga siz o'zingizni davleniyadoringizni ham anaqa qilolmaysiz, ta'minlab bera olmaysiz.
Davleniya ketmaydi. A bizada mana shu suvni o'zida ich qotishni yo'qotadi, pochka jigarni yuvadi, davleniyani normaga keltiradi, qon tomirlarini mustahkamlaydi va tozalaydi. Qimmatmi? Kecha kim bilan hisoblashdik? Bir kunlik ko'rilmay, bir butilka Coca-Coladan arzon, lekin Coca-Colani qimmat bir oyligi demaysizlar. Coca-Cola qancha ziyon keltiradi. O'shaning uchun umuman qimmat emas. Даже narxi bilan teng toifada turadigan mahsulot aptekadan ham arzon, plus yana cashback bor. Buni bemalol o'zingiz ham xuddi shunaqa bizga o'xshab tez o'zlashtirib, natijasini bilib, o'sha boshqalarga bemalol yordam bera olasizlar. Bugungi kunda sinashga vaqt yo'q. Beri и делай. Kompleks yondashuv bu qadimga qaytish. Ibn Sino bizdan chiqqan. Prosta shunaqa tarixiy shunaqa bo'lib qolgan, u ma'lumotlar yo'qolib, o'chib ketgan, lekin boyagi buvamni aytgandek, ana shu naviklar qolgan. O'sha suv ichishda ota-bobolarimiz quduqdan, ariqdan suv ichgan. Prosta quduqlar, ariqlar kamayib ketgan, hozir musorlangan, o'shaning uchun tiklash kerak. Ota-bobolarimiz kletchatka yegan, oshqadi, lavlagi, turp, sholg'om yeyishgan. Juda ham muhim narsa. Mana shu tanadan biz foydalanamiz. Masalan, Gulbahor opa vrach bo'lsa, priyomiga borsam, albatta tavsiyalarni beradi, lekin tanadan men foydalanyapman-ku. Gulbahor opani oldiga borguncha men kola yoki bo'lmasam chipsi yoki bo'lmasam girdi balonni men ichimga tashlaganman-ku. Siz ichingizga tashlayapsiz. Siz javobgarsiz. O'sha javobgarlikni zimmaga olish shart. Chunki siz ovqat tayyorlaysiz, siz uni chaynaysiz yo chaynamaysiz, siz uni yo pishirasiz yo pishirmaysiz, siz qilasiz, tanadan siz foydalanasiz. O'shaning uchun zimmaga. Zimmaga olish uchun boyagi kompleks yondashuv, suv muvozanati, mikrobiom muvozanati va to'laqonli oziqa. Mana shu narsani yana keyingi afzallik o'rganish shart. Eslab qolingda, qo'llashni boshlang. Hech kim o'rgatmaydi. Mana doktorga borsak o'rgatmaydi. Suvni yarim soat oldin, bir yarim soat keyin ishqoriy bo'lish kerak, tirik bo'lish. Doktorlar u ko'pi o'zi bilmaydi. Ko'pchilik bilmaydi. Bijjadan, masalan, shlak toksinlardan oldin to'g'ri ota-bobolarni tozalamagan. Chunki normalni ovqatlangan, normalni harakat qilgan. Hozir hammamiz yopishib qolgan. Mana kompyuter bilan, telefon bilan mana kresloga yopishib qolganmiz. Ketmon chopmaymiz. Uzoqlarga bormaymiz, srazu taksi deymiz, peshkom yurmaymiz. O'shaning uchun bugun mana o'zimizni tanamizga, o'zimizni o'sha detoks qiladigan a'zolarga yordam xolos bizning maqsad. Eng sifatini afzal ko'ringlar o'zlaringga. Buni bot kompaniya iste'molchilariga shunaqa to'laqonli chin qalbidan mehr beradi, buni hech joyda topa olmadim. Aslini olganda inson o'zi uchun nimani tanlasa, o'shaga qarab yuradi. Kimgadir sog'liq afzal bo'lsa, sog'liqqa qarab yuradi. Kimgadir boylik kerak bo'lsa, pulini boylikka tikadi. Ya'ni, lekin dunyoda sog'liqdan afzal narsa yo'q, menimcha. Hammanglar uchun ham bo'lsa kerak. Chunki juda ko'p insonlarni bilaman, juda ham boy yashashadi, hovlida 4-5 ta mashina turadi, lekin sog'liqlari yo'q. Sog'liqlari yo'q. Mashina ham ko'zga ko'rinmaydi. Mashina ham, uyi ham dang'il bilan ko'zga ko'rinmaydi. Bu narsa to'g'risida bizga hech qatda eshitolmaysizlar. Bu eksklyuziv, juda ham noyob ma'lumot. Bu noyob ma'lumotlarni agar sizga yoqqan bo'lsa, o'zingizda qo'llashingiz mumkin. Bemalol savol bilan murojaat qiling. Profilimizda hamma danalarimiz bor. Nima deydi? Sog'lig'ini tiklamoqchi bo'lgan insonlarga shu nimani silkasini yuborib qo'yishingiz mumkin. Hozircha xayr. Keyingi uchrashuvimizgacha.